Assalomu alaykum cholab-chulublarim, sizlarga yangilik Jasmindan. Jasminda oldiga bugun bitta qiz oldida profil yurgizayotgan qiz kirib chiqqan bugun. Bugun hozir men dugonlarimiz bilan gaplashib o'tirdik. Dilyarani avlardi bilan aloqasi yo'q. Bu yerda boshqa mavzu bo'yicha, qo'shinlari jalba qilgani bo'yicha ularning uyini tekshirishga kirgan, uyiga narkotik bilan, lekin narkotik topa olmagan, endi so'lga savol qilishga olib ketgan ekan. Hech kim men qildim demasdan ekan. Yerdan Jasmin chiqsa hammasini aytib berib, bularning ko'tiga oyog'ini tiqar ekan. Xudoyotxonni ham, ularning ikki topa singillarni ham, bularning umuman Dilyarani harfi, Xudoyotxonni harfi yo'q ekan zayliyada. Bular o'zidan bir nimalar yasab turib gapiryapti ekan, xolos. Bilib olinglar yangilikni. Jasmin tez oralarda chiqib qoladi, xudo xohlasa. Advokat bugun shu bilan shug'ullanyapti. Xudo xohlasa ertaga shanbozor ish kuni emas, dushanba kuni aniq javobini aytamiz sizlarga, nasib inshaalloh. Jasminni duo qilib qo'yinglar hamma kommentariyada, iltimos qilaman. Dilshod nima deydi? Dilshod shu qoldi deb bola. Shunday deyish haqqi bor bolani. Qarang xola, Shevada gapiryapsiz, tez gapiryapsiz, gapingizni tushuna olmayapmiz umuman. Shoshmasdan sekin gapiring, biz eshitib olaylik gapingizni. To'g'rimi? Umuman tushunganim yo'q gaplarni. Nima dedilar? Siz davom ettiringchi, mikrofonni olib, balki siz gapingizga tushunarmiz. Nimalar deyapsiz? Mikrofon ishlamayapti baribir. Ko'paytib har yil anaqa keyin har yil bolasidan bir bermi bo'lmagan.